Vinicius Junior yana shu qilig'ini qildi. Vinicius Benficaga qarshi gol urib, yana o'sha bayroqni oldiga borib nishonladi va bu voqelik xuddi o'tgan safargidek butun dunyoni tillarida doston bo'lmoqda. Bu Viniciusning xarakteri. U shunday bo'lib tug'ilgan, shunday bo'lib yashagan va shunday bo'lib qoladi. Uni hech qanaqasiga o'zgartirib bo'lmaydi. Xarakter bu taqdir. Taqdir esa yozilmagan, ammo o'zgartirib bo'lmaydigan qonun. Ha, to'g'ri, uni qilayotgan ishlari bizni nafratimizni uyg'otishi mumkin, bizga yoqimsizdek ko'rinishi mumkin, ammo u maydonda ham nimalarga qodir ekanligini isbotlamoqda. U nafaqat erkalik qilyapti, balki bu erkaligini oqlab ham qo'yyapti. Va aynan mana shu yerda bir gapni aytishim kerak. Viniciusning ushbu erkaliklarini aynan futbol ko'tarish kerak. Nafaqat ko'tarish kerak, unga ko'nikishga majbur. Sababi 2024-yilgi Oltin to'p marosimida ular xohlagan ishini qilganda, Vinicius shunchaki jim bo'ldi va ko'z yoshlari bilan sukunatga cho'mdi. Vinicius o'sha Oltin to'p marosimidan keyin shunday degandi: "Men bunaqa mavsumlarni yana ko'pini o'tkazaman, lekin ular bunga tayyor emas" degandi. Va u qaysidir ma'noda haqdir, chunki Vinicius maydonda raqiblarga qarshi va gol urgandan so'ng raqib muxlislarga qarshi xohlaganini qilmoqda. Va Vinicius haq bo'lib chiqmoqda. Futbol uni ajoyib harakatlarini, ulgan gollarni, futbolga xos harakatlarini emas, o'yindan tashqaridagi ishlarni tahlil qilmoqda va uni tanqid qilmoqda. Ushbu videodagi barcha gaplar meni shaxsiy fikrim. Siz bunga qo'shilishga majbur emassiz. Agar qo'shilsangiz, unda kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri. Aşk mezara kadar